Hammaga assalomu alaykum aka opa singillar. Mana ko'rib turgan avtobusda ichki holatida mana odamlar o'tiribdi. Kelib o'z-o'zini o'rniga joylashdi. Kimda kim shunaqa avtobuslarda ketmoqchi bo'lsa, ekrandagi nomerlarga murojaat qilinglar. Bizda pryamoydan pryamoy reyslar. Aka, qalay ekan avtobus? Avtobus yaxshi. Yaxshimi? Nima tavsiya qilasiz boshqa yurtdoshlarga? Tavsiyam hammasi bemalol ishonib kelaveringlar. Telefonda gapirgan gap bo'ldimi? Gapirgan gap shu gap. Как dogovor bo'ldi, to'g'rimi? Oshiqcha pul hech kim olgani yo'q. Yo'q, lishni pul yo'q. So'mkalarga ham pul to'lamadinglar. To'laganmiz. Hammasi yaxshi. Yaxshi. Rahmat aka, oq yo'l yaxshi yetib qo'ying. Brat, siz nima deysiz yurtdoshlarga? Birinchi marta ketyapman, borsam bilamiz. Birinchi marta o'zi yoqdi mana keldingiz. Zo'r joyga joylashibsiz-da, qarang mana keng joyga joylashibsiz. Vashi zo'r olasiz, xudo xolasa yetib olasiz. Brat, siz nima deysiz? Zo'r, kelinglar. Kelinglar, ketinglar, ha? Kelinglar, O'zbekiston ketinglar. Telefondagi gap bo'ldimi? Oshiqcha rasxoddan bunaqa bo'lmadi, to'g'rimi? Kiberlanmasi. Как gapirilishi dogovordaqa bo'ldi. Hozir ham shunday. Joyizda o'tiribsiz mana, mesta qilib berdi. Kim qo'lini ko'taryapti? Kimmi? Sizmi, akami? Keling. Aka, nima tavsiya qilasiz boshqa yurtdoshlarga mana? Assalomu alaykum, hammani tavsiya qilaman. Yangi yil oldi. Hamma uyga qaytardi avtobuslar. Ya, sovuq tushdi, уже uyga qaytadi. Bemalol ishonib kelishaversinmi? Ishonchlimikan? Zo'r ekan aka. Sharoitlari yaxshi. Ha, yaxshi zo'r. Brat ham keng joy tanlayapti, oyog'ini cho'zib ketaveradi mana. Tog'ajiyan ketyapmiz. Xudoga shukr. Uyga Assalomu alaykum qaytyapsizlar. yurtdoshlar. Juda ham ajoyib chiroyli mana avtobuslar o'tirib Sharoitlari. ketyapmiz. Allohga shukr. Mana hamma salom YouTube olsin. Mana bagajlarga pul olgani yo'q. Aytgan puliga mana keldik. Xudoga shukr. Hech qanday bir yolg'on gap yo'q. Как есть. Hammasi chiroyli. Eson-omon hamma YouTube olsin. Allohu akbar. Ad-dushi. Akalar, hammanglarga oq yo'l tilab qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana brat ham xayr qilyapti.